Usta eğer özünü işlagan işini o'zi keyf etsa, menimcha boshqa birovlar ham bundan bahramand oladi va sifatini his etadilar. Ko'rib turganlaringizdek, bu 3 metra 1.20 ga 1.20 lik tovuqxona yoki bo'lmasa jo'jaxona uchun zakaz bilan ishlangan setkamiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bugun sizlar bilan 4 yil setkamiz va sizlarga yangiliklarni chiqarishda davom etadi. Ushbu ko'rib turgan tovuqxonalaringiz razmerini aytib o'tdik. 1.20 ga 1.20 ga 3 metr bo'ladi do'stlar. Buna har taraflama oyoq tarafidan katta eshik, glavniy girish, уборка etish imkoniyatiga ega bo'lasiz yoki bo'lmasa yana bir kichkina eshikdan ko'rib turganlaringizdek tuxumlarini olish imkoniyatiga ega bo'lasiz do'stlar. Sizlar bir like bossangizlar, xudo xolasa sizlarga batafsil ma'lumotlarni beramiz. Do'stlar, setka yashil, ustidan PVX, ichida qalin sim va rezinoviy PVX materiali boslangan. Do'shlari 1 cm 1 cm lik bo'ladi. O'ta mustahkam. Chiroylatib, qo'noqlari bilan zatib berganmiz yana. Qo'noqlarni ham profil qo'ysagan bo'ladi, lekin biz profilni o'rnina rekan etdik. Navoq desa, tovuqlarning oyoqi do'ngishi mumkin ehtimoli bo'lishi mumkinligi uchun biz ham uni shuni nima etdik, xudo xolasa rekana ishladik. Haldimiz bahor. Kimgadir ishindi chiroyli shaklda har qanday qulayliklara, masalan, chiroyli domlarning ichine masalan tovuqxonalarni nalarni qurish neudobniy bo'ladigan bo'lsa, shularni ko'chirma shaklida shunday etib zatib berishimiz mumkin do'stlar. Ekranda telefon nomerlarimiz qoldiradi. Bizlar telefon etsangizlar batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bizlarning 100 dan oshiq har xil setkalarimiz bor do'stlar. Masalan, go'sht bo'tin, obishni mana endi chidamkor setka desangizlar, chidamkor setka bo'lib, juda ham tovuq ham bemalol turaveradi do'stlar. Sizlarga yoqqan bo'lsa, bir like'larni ayamin bizlardan qo'llab-quvvatlasangizlar, sizlardan bag'oyat minnatdor bo'lamiz do'stlar. Bizlarning manzillarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, 4 yil tumani televiziyani ro'parasida do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha omonlikda.